shampun tanlashda, bosh yuvishda, qanaqa narsalar o'xotli qilib uni ishlatib yurishdi. Chunki ko'pchilik faqat shampun, masalan, siz zo'r shampun ishlatadigan bo'lsangiz, menga o'sha shampunni taklif qilsangiz, men o'sha shampunni ishlatib keturaman-da. Ko'pchilikda ham shunaqa, og'aynim sochiga zo'r tushgan ekan, o'shaning uchun ishlatyapman, lekin men sochimni qazg'oq bordi. Hammada bosh terisi bilan sochini ko'jasi har xil bo'ladi-da. O'shanga tushadigan shampun bo'ladimi, balzam bo'ladimi, maska bo'ladimi, kunda necha mahal yuvishga, u narsa bilan ko'pchilik unaqa qiziqib olmaydi. Faqat yuvilsa bo'ldi. Masalan, magazinda sotilayotgan shampunni olinadi, ishlatsam bo'ldi. Lekin u narsaga ham e'tibor berish kerak. Lekin yana bitta narsasi bor. Sochni faqat tashqi tomondan nima derdi, himoya, ya'ni qilganingizdan foyda yo'q. Muammo ichki tomonda ham bo'lishi mumkin-da, o'shaning uchun vitaminlar ham ichib turgan yaxshi. O'sha narsalarni qilsangiz, chunki ko'pchilik keladi mana oldimga, "Aka, sochim to'kilib ketyapti. Mana bunaqa dori bor ekan, shuni ishlatsam nima bo'ladi?" deydi. "Ishlatsang yaxshi" deyman. Lekin sen tashqi tomondan faqat hozir davolayapsan. Lekin seni muammo ichingda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun avvalambor doktorga borganing yaxshi. Men doktor emasman, hozir senga noto'g'ri maslahat berib qo'ysam yoki senga mana shu narsani olib ishlat zo'r deb oldirgan taqdirimda ham u narsa senga foyda bermasligi mumkin deyman-da.